Terrorizmga qarshi kurash yo'nalishida muhim yangilik. Endilikda diniy mazmundagi materiallarni ruxsat etilgani yoki taqiqlangani to'g'risida yangi tashkil etilgan maxsus Telegram bot orqali oson va qulay tarzda xabardor bo'lish imkoni yaratildi. Xo'sh, bu qanday bot? Undan qanday foydalanamiz? Imkoniyatlari qanaqa? Keling, ushbu savollarning javoblarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali ekstremistik va radikal g'oyalarning tarqalishi jamiyat barqarorligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Shu bois aholining, ayniqsa yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni noqonuniy diniy materiallar ta'siridan himoya qilish hamda zamonaviy raqamli yechimlar orqali profilaktik choralarni ko'rish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Din ishlar bo'yicha qo'mita tomonidan taqiqlangan diniy materiallardan ogohlantirish va xabardor qilish tizimi Din.uz bot maxsus chat boti ishga tushirildi. Ushbu platforma orqali fuqarolar diniy materiallarning dinshunoslik ekspertizasi xulosasi mavjud yoki mavjud emasligini, shuningdek, ayrim shaxs va tashkilotlar faoliyati qonunchilikka muvofiq yoki taqiqlanganini tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu botdan foydalanish uchun Telegram qidiruvga Din.uz bot kiritiladi. So'ng Start tugmasi bosilib va botdan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Tizimda foydalanuvchilar ixtiyoriga ko'ra lotin va kiril alifbosini tanlash imkoniyati mavjud. Bu jarayon tasdiqlangandan so'ng sizlar uchun quyidagi bo'limlardan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Taqiqlangan profillarni tekshirish, diniy adabiyotlarni tekshirish, taqiqlangan shaxs va tashkilotlar, Umra litsenziyasiga ega turfirmalar, rasmiy diniy sayt va kanallarga kirish, huquqiy hujjatlarga kirish, izoh va takliflar, til. Shundan so'ng foydalanuvchi uchun zarur bo'lgan bo'lim tanlanadi va so'rov yuboriladi. Masalan, taqiqlangan profillarni tekshirish bo'limida foydalanuvchi so'rovi asosida Oliy sudning qarori bilan taqiqlangan profillar haqida quyidagi ma'lumotlar taqdim etiladi. Birinchi, profil nomi. Ikkinchi, ijtimoiy tarmog'i. Uchinchi, xulosa, ya'ni izoh va tavsiya bilan. To'rtinchi, izoh, asoslovchi hujjat haqidagi ma'lumotlar. Diniy adabiyotlarni tekshirish bo'limida foydalanuvchi tomonidan beriladigan so'rovga quyidagi ma'lumotlar taqdim etiladi. Birinchi, adabiyot nomi. Ikkinchi, adabiyot muallifi. Uchinchi, chop etiladigan nashriyot haqidagi ma'lumotlar. To'rtinchi, adabiyot nashr sanasi. Beshinchi, dinshunoslik ekspertizasi xulosasi. Taqiqlangan shaxs yoki tashkilotlar bo'limida foydalanuvchi so'rovi asosida Oliy sudning qarori bilan taqiqlangan ekstremistik va terroristik tashkilotlar, shu bilan birga taqiqlangan shaxslar haqida tasvirda ko'rib turgan ma'lumotlaringiz taqdim etiladi. Shuningdek, fuqarolar ishonchli va rasmiy diniy axborot manbalariga tezkor kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Rasmiy diniy sayt va kanallar bo'limida O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda vakolatli tashkilotlarning rasmiy saytlari va axborot kanallari jamlangan bo'lib, mazkur tarmoqlar orqali diniy mavzularga oid aniq, xolis va tekshirilgan ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin. Bu esa noaniq, shubhali va asossiz manbalar ta'sirining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Xuddi shu kabi huquqiy hujjatlar va Umra litsenziyasiga ega turfirmalar bo'limlari orqali kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Izoh va takliflar bo'limi esa bot faoliyati yuzasidan fikr, mulohazalar, taklif va aniqlangan kamchiliklar haqida xabar qoldirish uchun xizmat qiladi. Hurmatli fuqarolar, yangi tashkil etilgan mazkur botdan unumli foydalaning. Shubhali kontentlardan yiroq bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringiz xavfsizligiga befarq bo'lmang.